Shuningdan keyin Hazrati Ayso Jaliliya o'lkasida kezib yurdi. Yahudi oqsoqollari uni o'ldirishni maqsad qilganligi uchun u Yahudiya o'lkasida turishni xohlamaydi. Bu chaqda Yahudilarning kapitiki sheytiga oz qolgan edi. Shunga Hazrati Aysoning inlari uningga "Eyttin burun Yahudiyaga bering. Egashkuchlaringizmi karomatlaringizni ko'rsin." Chunki o'zini to'litmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi. Bu ishlarni qilayotgan ekansiz, o'zingizni insonlarga ko'rsating, deyishdi. Sababi inlarimi uningga e'tiqod qilmagan edi. Hazrati Ayso ularga "Mening vaqt soatim texi kam edi. Lekin sizlarga qachonli bo'lsa fursat bor. Bu dunyodagi kishilar sizlarni hargiz o'ch ko'rmaydi. Lekin meni o'ch ko'rdi. Chunki men ularning qilmishlari razil deb guvohlik beryapman. Sizlar hechqa beraveringlar. Men hozircha bormayman. Chunki mening vaqt soatim texi yetib kam edi", dedi. Hazrati Ayso bu so'zlarni qilib Galiliyada qoldi. Hazrati Aysoning inlari Yerusalimga hech uchun kelgandan keyin Hazrati Ayso o'zimi u yerga bordi. Ammo oshkor emas, yoshirin bordi. Et oyam kunlarida Yahudi oqsoqollari uni izlab qaloyiqdan "Aysoni ko'rdinglarmi?" deb so'rashdi. Kishilar orasida unga munosabatlik ko'p gap so'zlar eqib yurdi. Ba'zilar uni yaxshi odam desa, yana ba'zilar yo'q, dal aksicha xalqni ozdiryotdi deyishdi. Biroq hech kim uning yaxshiligi to'g'riliq oshkora so'zlamaydi. Chunki Yahudi oqsoqollaridan qo'rqatdi. Etning 20 o'tganda Hazrati Ayso markaziy ibodatxona g'oylariga kirib, xalqqa ta'lim berishga boshladi. Yahudi oqsoqollari "Bu odam hech qanday ta'lim olmagan turuqliq, uning qandaqmi muncha ko'p bilimi bo'lsin" deb hang-tang qilishdi. Hazrati Ayso ularga "Bu ta'limlar mening emas, balki meni avatguchi Xudoninkidir. Xudoga chin dilidan itoat qilishni xohlaydigan kishi bu ta'limlarning Xudodan kelganligini yoki o'zligimdan aytayotganligimni bilalaydi. O'z oldiga so'zlagan kishi o'z shon sharafini izlaydi. Lekin o'zini avatguchining shon sharafini izlaydigan kishi haq so'zlaydi. Undaq kishida haqsizlik yo'qdir. Musa payg'ambar sizlarga Tavrat qonunini o'zi yetkazgan. Shundaqku. Lekin hech qaysinglar bu qonunga amal qilmadinglar. Aytinglar-chu, nemishqa meni o'ldirmoqchi bo'lasizlar?" dedi. Ko'pchilik "Sizga jin tegibdi. Sizni o'ldirmoqchi bo'lgan kim ekan?" deyishdi. "Men dam olish kunida bir mo'jiza yaratib qo'ysam, hammanglar hang-tang qilishdinglar", dedi Hazrati Ayso. "Biroq sizlarmi Musa payg'ambarning bola tug'ilib 8-kuni xatnisini qilish kerak degan buyrug'ini ado qilamiz deb, dam olish kuni bo'lsa-mu, bolalarning xatnisini qilaversizlar. Amaliyotda xatni qilish Musa payg'ambardan emas, ajdodinglar Ibrohimdan qolgan. Tavrat qonuni buzilmasin deyilib turib, dam olish kuni xatni qilindi-yu, bundaq kunda bir odamni sopmusoq qilsam, nima uchun menga ochiqlanasizlar? Tekshirmay turib hukm qilmanglar. Hukminglar odil bo'lsin."